O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-99 qarori chiqib, uni hammalaring xabarlaring bor. Butun respublikada sportni ommaviy turini oshirish masalasini to'g'risida qaror chiqqan. Shu tufayli hozir butun respublikamizda televideniya, butun rayon, viloyat, respublika miqyosida bo'layotgan yoshlar festivali deysizmi? Butun hamma festivallarda yoshlarimiz ishtirok etyapti va sovrinli o'rinlarni egallayapti. Tinchlik jamoalar o'rtasida uchrashuvlar o'tdi. O'zlaring tomoshabinlar mana bu ahvollarning o'yinda yutishlar bor. Shuning uchun birinchi o'rinni egallagani uchun markaz jamoasiga tabriklar. Prezidentimiz tomonidan mana yoshlarimizni sport rivoji bo'yicha qator qarorlar chiqqan. Oshkorligi bilan bugun To'qay mahallamizda Baliqchi mahallasi, To'qay mahallasi va bugun Qo'rg'onchaqli 9 ta komanda o'ynab, mana bugun finalga yetib keldi. Mana bugun Tinchlik jamoasi bilan To'qay mahallasi oxirgi final o'yinini o'tkazdi. Mana shu o'yinda To'qay jamoasi g'alaba qildi. Hokimiyatdan kelgan bir qator rahbarlar, sport qo'mitasi raislari kelib, mana bugungi qo'limizda ko'rib turgan kubiklarni topshirdi. Qo'chirchiq tumani Qo'rg'onchaq qishlog'ida xudo xolasa mana futbol federatsiya uyushtirildi. Jamoalar o'rtasida birinchi o'rinni olishga muvaffaq bo'ldi. Mana yutgan komandaga omad, eng chiroyli gol nominatsiyasiga g'olib bo'lgan ekanmiz. Yana bunaqa turnirlar, bundan yaxshi turnirlarni yana tashkillashtirib yurishga tilakdoshmiz. Yoshlar ishlar agentligiga Absalom ukamizga ham rahmat.